Hammaga salom do'stlar. Bugun biz 11-iyulda chiqadigan Superman filmining ilk katta treylerini tahlil qilamiz va yangi Supermanni eskisi bilan ozgina solishtiramiz. Ishoning, qiziq detallar siz o'ylagandan ancha ko'p. Treyler Lois Lane'ning Supermandan intervyu olishidan boshlanadi. Juda o'xshash sahna Christopher Reeve ijrosidagi Superman filmida ham bor edi. Bundan tashqari Christopher Reevening o'g'li Will Reeve ham filmda telemuxbir bo'lib o'ynagan. Menimcha Christopher Reeve James Gunnning eng sevimli Supermani bo'lsa kerak. Men uchun esa Henry Cavill. Treylerda meni xursand qilgan narsa shu bo'ldiki, Clark Superman sifatida intervyuni boshlaganida o'z ovozini o'zgartirdi. Agar treylerni ingliz tilida ko'rsangiz, Clark va Supermanning ovozi ikki xil ekanini sezasiz. Umuman tashqi ko'rinish bo'yicha ham Superman va Clark jiddiygina farq qilishadi. Mana shu tomonlama u Henry Cavillning Supermanidan ancha yaxshi. Ammo qolgan tomonlama hozircha Henry men uchun eng yaxshisi. Yangi Superman juda ko'p sahnalarda faqat kaltak yedi. Shu sababli uni ko'pchilik kuchsiz deb o'ylashi mumkin. Ammo vaqtidan oldin xulosa qilmang, chunki Gunn bu filmda All Star Superman komiksidan ilhomlangan. Bu komiksda Superman radiatsiya sababli kuchsizlangan. Esingizda bo'lsa, avvalgi teaserda hamma Supermanni kim qorga uloqtirganini o'ylashgandi. Kimdir Ultraman, yana kimdir Lex Luthor deb o'ylagandi, ammo aslida u o'z kuchini yo'qotayotgani sababli qulab tushgan. Henry Cavill salgina quyosh nuridan ham kuch olishi mumkin edi. Yangi Superman esa maxsus filtr va linzalardan o'tgan nur bilan o'zini tiklar ekan. Bu albatta eski Supermanning ustunligini anglatadi. Aytgandek, yordamchi robotlarga e'tibor berdingizmi? Bunaqasi faqatgina komikslarda va ba'zi multfilmlarda bo'lgan, ammo kinoda emas. Demak, David Corenswet kino tarixidagi eng boy Superman, yana eng baland bo'ylisi ham. Buning bo'yiga bir qarang. Aktyorning bo'yi 1,93 m. Etiklar bilan esa yanada baland bo'ladi. Yodingizda bo'lsa, ilk suratida uning etik kiyayotgani tasvirlangandi. Treylerda esa uning onasi Clarkka etiklarini kiyib olishini aytdi. Menimcha bu qiziq hazil. Yana bu Supermanning otasi ham, onasi ham tirik ekan. Henryning esa faqat onasi qolgan edi. Menimcha hamma mana bu uch robotga e'tibor bergan bo'lsa kerak. Komikslarda bunaqasi bo'lmagan va Gunn uni faqat film uchun o'ylab topgan. Uning nomi Baraviya bolg'asi. Filmda Superman Baraviya deb ataluvchi davlatga uchib borib urushni to'xtatmoqchi bo'lgan, ammo bu ko'pchilikka yoqmagan. Birinchidan, u bojxona to'lovlarisiz boshqa davlatga uchib bordi. Ikkinchidan, u prezident bilan kelishmasdan urush jarayoniga aralashdi. Baraviya bolg'asi aynan shu sababli Supermanni o'ldirmoqchi. Ba'zi taxminlarga ko'ra esa Baraviya bolg'asi aslida mexanik kostyumdagi Lex Luthor bo'lib chiqadi. Ammo mening bunga shubham bor. Umuman olganda bu filmda Supermanning dushmanlari juda ko'p bo'ladi. Masalan, Solaris, ya'ni mana bu ulkan benafsha rangchar, Baraviya bolg'asi, Richard Fleck, ya'ni Marveldagi Ramlov, Lex va uning jamoasi. Bu ham yetmagandek, Yashil Fonus va Hawkgirl ham ba'zida Supermanga dushmanlik qilishadi, chunki bu ikkalasi Lortex kompaniyasida ishlashadi. Bu ularning kiyimlaridagi belgidan ma'lum. Jang sahnalaridan birida Lortexning binosini ham ko'rish mumkin. Demak, bu chala qahramonlar aslida binoni himoyalagani chiqishgan, odamlarni qutqargani emas. Ammo ishonchim komil, Superman ularga haqiqiy qahramon qanaqa bo'lishini o'rgatadi. Tinchlikparvar serialining ikkinchi mavsumida esa bizga bu qahramonlarning boshlig'ini ko'rsatishadi. Mana u. Qizig'i, Tinchlikparvar serialining birinchi mavsumida bizga eski Adolat ligasi ko'rsatilgandi. Ikkinchi mavsumda esa yangi qahramonlar ko'rsatiladi. Bilmadim, Gunn buni qanday izohlaydi. Treylerda bizga injener personajining qobiliyatlari yaxshi ko'rsatildi. Aynan u Supermanning robotlarini maydalab tashlaydi va hattoki Supermanning sochlarini kesa oladi ham. Bunaqa yordamchilar va katta mablag' bilan Lex Supermanni qo'lga olishi mumkin. Shunday ham bo'ladi. Lex uni metamorf bilan bitta qafasga qamaydi. Metamorf o'z tanasini istalgan moddaga aylantira oladi va e'tibor bersak, uning qo'li kriptonitga aylangan. Shu sababli Superman kuchsiz holatda, ammo aynan metamorfning o'zi Supermanga quyosh nurini berib, uning bu havasdan chiqib ketishiga yordamlashadi. Chunki komikslarda u ijobiy qahramon, asosiy yovuz bo'lgan Lex Luthor Supermanning haytiri. Hamma odamlar Superman haqida gaplashayotgani va uni ko'klarga ko'tarishlari Lexga yoqmaydi. Qisqasi, u Supermanga hasad qiladi. Shuning uchun uni hammaga yomon qilib ko'rsatishga harakat qiladi. Superman esa buni bilib tursa ham isbotlay olmaydi. Mana bu sahnada esa Lexni qo'rqitishga urinib ko'radi. Hattoki stolni derazaga otib po'pisa qiladi. Ammo Lex xotirjamgina qahva ichib turaveradi. Bunaqa dushman bilan ochiq jang qilib bo'lmaydi. Ammo avvalgi treylerda biz uning jarohatlangan holatida ko'rgan edik. Demak, Lex ham qandaydir jangda qatnashishi mumkin. Xullas, bu treyler menga yoqdi va filmni intizorlik
merak bilan kutaman. Yangi Supermenning to'liq jismoniy kuchini esa filmda ulkan kaydsu bilan jangiga qarab ayta olamiz. O'zi umuman super qahramonlarning ulkan maxluqlar bilan jangi juda qiziqarli. Yodingizda bo'lsa, ancha avval men Godzilla Adolat Ligasiga qarshi komiks haqida gapirib bergandim. O'sha komiksning ikkinchi qismi shu yozda chiqadi. Agar bu sizga qiziq bo'lsa, kommentariyaga yozing, yana video qilaman. Albatta, Godzilla va Kong Supernova filmining ilk teaserini tahlil qilishimni xohlasangiz, buni ham kommentariyaga yozing. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga a'zo bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.